Assalomu alaykum binnechilar va muxlislar. Va nihoyat biz bir oydan keyin ko'rishdik. Ya'ni nihoyat bu safar biz Oripov filmining qo'rqinchli videolariga biz ham reaksiya qilib boramiz. Videoni ko'rishdan avval videoga like bosib va obuna bo'lsangiz, undan biz boshladik. Oripov playdan biz ham reaksiya qilamiz. Ketdimizda pauzani yoqamiz. Ketdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Oripov, Shahboz va necha bahorlar, necha yozlardan so'ng sizlar bilan yana bir marotaba tarjima reaksiya videoda uchrashib turibmiz. Bugungi reaksiya qiladigan videoim Life of Luxury, hammamizga taniqli bo'lgan kanalda 5 kun oldin yangi video qo'ygan ekan. O'shani hali ko'rganim yo'q. Video nomi "U seni xonangga kechasi paypaslab kiradi" degan qanaqadir bir monster turibdi. Xullas, albatta nima uchun paypaslab kiradi? Qachon paypaslab kiradi? Qanday qilib paypaslab kirishiga hozir birgalikda javob topsak kerak. Albatta, agarda sizlar doimgidek yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Xullas, bu da video boshlanishdan oldingi treyler qismi. Qanaqadir mavjudot menimcha tok ishlab chiqarayotganda va charxpalakda aylanib, bu bola haqiqatdan ham yo'qolib ketgan. Politsiyskiy u ish bilan shug'ullanish kerak yoki FBI. Men uncha qo'rqmaydim, shuki yonimda Oripov play bor. Oripov play. Hey, Dova. Oh, Xudoyim. Well, what's the harm in us going to this place? Bu yerda nimalar sodir bo'lyapti ekan? Bir tekshirishimiz kerak-ku. Musorlar va kalamushlar bo'lsa kerak yerda. Bu kalamushmi? Ya, bu kalamush odam. Bunga qara deydi. Happy Land quvnoq hudud. Yordam beringlar, kimdir? Okay. Meni qutqaring, men homilador. Men uni bolasini tug'ish xohlamayman. Uni bolasini desa, u meni yillar bilan qamab qo'ygan bu yerga. Oilam mendan xavotir olyapti. Katta gigant kalamushku. Ye. Xullas, juda ham ko'p actionlar bizni kutayotgan bo'lsa kerak, o'zi qandaydir bir men o'zimni g'alati his qilib ketdim boyagi homiladorman kalamushdan deganda krisa ekan xullas, ha? Lati krisa. Da. What do you want? Nimani xohlaysan? Ye. Yordam! Va yana aytgancha obunachilar, va shu kanalimizni Telegram kanalimizni ham ochdim. I love filmlar degan kanalni ochdim. I love filmlar. Xullas, unda qachon video chiqishini hammasini batafsil aytib beraman. Obuna qiling. Meni qayt chiqarib bor bu yerdan. Qochishimiz kerak. Ye, buni ham nima qilamiz deyman. Mana kerak. Shoshil. Da, xullas, menimcha oldindan taxmin qilib ko'raylik. Video qanaqadir bir o'zini mahbuslarni qafasga qamab qo'yib, o'zini irqini, ya'ni jinsini avlodlaridan davom ettirayotgan kalamush monster haqida bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Hozir bu taxmin, albatta taxmin. Da, tushundim. Sizlar salomlashyapsizlar avdiyimgidek. 8.700.000 podpischi bo'lib ketdi ekan. Yarni o'tishsagan bo'lar. Bugungi epizodda biz email qabul qilib oldik bir boladan. O'zining eng yaqin do'sti Mayki yaqinda yo'qolib ketgan emish. Tashlandiq uyni qidirayotgan vaqtda yo'qolib qolgan. Mayk qanaqadir bir mishmishlar eshitgan ekan. O'rmon orasida joylashgan, ichida ruhlar bor deb o'ylagan ekan va o'zi borib ekan. Uyga yetib borgandan so'ng Mayki xuddiki baqirgan ovozini eshitganday o'zini tuyulibdi podvaldan. Hamda bir nechta bolalar yo'qolganligi haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lgan ekan va o'zi bu haqida bir ish qilishga qaror qilibdi. Va bu videoni bizga kecha yubordi. Maykining oxirgi videosi bo'lishi mumkin bu video do'stiga jo'natgan. Maykining telefondagi video deyapti. Allo, kim bor? Is anyone down here? Kimdir pastda bormi?
Da men kalamush davo yechindimi? Uzr. Ya, bo'ylab turibdi-la. Oh my god. Bular lekin har xil kalamushga o'xshabdi-da. Deb to'xtatyapman videoni. So tonight we're going Bugun kechasi biz o'sha yerga tashlandiq uyga haydab boramiz mashinamiz bilan. Balki bir odam topib olarmiz. Birinchi navbatda sponsorlarimiz tanishtiramiz deydi. Ya meni sponsorim yo'q, o'tkazib beramda. Bu qanaqadir sponsorlar, uylar reklama qilib pulga zormisan shuncha? Menga reklama beringlar. Xulosda men yo'lga chiqdi. Biroq agar bu bola yorosdan yo'qolgan bo'lsa, politsiyasiga shug'ullanish kerak yoki FBR. What's the harm in us going to this place? Bizni nima to'xtatib turibdi bor tekshirishimizda? Chunki u yer tashlandi qo'y. Menimcha yerda musor bilan kalamushlardan boshqa hech narsa yo'q. Said a bunch of Email bizga ko'p odamlar shu yerda yo'qolganligini aytganligi haqida emailimiz bor. Nima bu shubhali emasmi? Do'stim, men shunchaki tunimni yerda o'tkazmoqchi emasman. Mehmonxonada borishni xohlardim. Mayli, borib ko'ramiz. Da faqat har doim shu mantiqiy o'ylaydigan mana shu bola lekin. Bormaylik. Nima qilamiz borib? Har doim shu bir xil boshlanadi, bilmayman. Bir xilmas shu bir-biriga o'xshash qandaydir bir boshlanadi-da endi baribir. Ko'ramiz, qani balki boya kalamush kim GPS yetib keldi deyapti. This is a place up here. Menimcha shu joy bo'lsa kerak. Dude, Do'stim, bu joy ikkiga bo'linib ketgan-ku. you want to go in there? Ichkari kirmoqchimisan? Yes. Bu aniq tashlangan joy. Bunaqa videolarni kim olsa va olmagani ham chiroyli prosmotr va ko'proq obunachi. O'zini shuchi. Ulkan kalamush har kechasi yotoqxonamda paydo bo'lishi. Bu play. Ha, Come on. davay. Davay, erkak bu umringda birinchi marta. Davay, kiramiz. Kalamushlarni ko'ramiz. Ketgan bo'lsa kerak-da endi baribir. Lekin bu hali kalamush borligini bilmaydi lekin, to'g'rimi? Monster kalamush borligini. Yarim kechasi yetib ketdi ekan soat 12:00 da. Pashti. Hech kim yo'q. Qanaqadir shovqinlar eshityapti. Men bu dummi deyman. Sundimi? Ilon bo'lsa kerak bu yerda do'stim. Ha? Bu yerga. Let's go over here. Men birga boraylik. Musorlar, chirkinlik, no, lekin har doim atmosferani berishni biladi bular, to'g'risi. Tan olish kerak shuni, bir-biriga o'xshash videolar bo'lsa ham ko'pchiligi. People ovqat. Bu qanaqa joy? No, people ovqat faqat tuzoqda bo'ladi. Qanaqadir tuzoqlarda, bunaqa oddiy bir tashlandiq joylarda 100% tuzoq bo'ladi. Qanaqadir bomjlarni ishlab olish uchun menimcha balki kiyimlar. Ha? Put the camera over there. Kamerani shu yerga qo'yaman. Nima mana 3 ta aka-uka yo'qolib ketdi deyapti. Maktab o'qituvchisi ham yo'qolgan deyapti. People ovqat degan. Nima? Bu burger normal ovqat turibdi lekin mollar yeb berayotgan joyi menimcha burger turibdi, ayla free. Bitta sous bilan yana bir qanaqadir bir qo'shimchalar yetishmaymi ichimlik deganday. Chester, What are you doing? nima qilyapsan? Don't touch that. Yemma. Ya, hech narsa qilmayapman, nima qilayotgan bilaman. Ye. Katta
sichqonni tutayotgan tuzoq ekan. Qanday tushunda bu men tushunmay shunday qildimmi deb o'ylabman. O'zi bilib turib ataylab shunday qilibdi ekan. Dude, what are you doing? Nima qilyapsan? Thing almost took my arm. Qo'limni uzib olishga sal qoldi. Qo'lingni uzmasdi. Kamida qo'lingni ustiga ozgina og'irlik tushardi. Unda tars etib yopilmadi, salgina qars etib yopildi. Qanday qo'lni uzish mumkin? Whatever, just get up. Mayli, Let's tur. set the cameras. Davay kamera o'rnataylik. Mayli. Okey, kimdir tuzoq qo'ygan yerga odamlarni ishlash uchun bepul ovqat yemoqchi bo'lgan. Kamera sheri qo'yaylik. Unaqa tuzoq qo'yilishda nima mantiq bor men tushunmayapman. Misol to'g'ri keldi ham deylik. Ovqat olmoqchi bo'lmishmi, qanaqadir odam bor. Bitta qo'lni uzib oladi. Bu yerda odamni tutib bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Ishonsak ham deylik-da misol. Yana bilmadim. GoPro'larni qo'ydi, lekin ham joylashtirdi kameralarni hamma joyga. Let's go in here. Ichkariga kiraylik. Bayaki bu ichida yuguradi. Qanaqadir elektrichество ishlab chiqarayotgan nima bu? Generatorcha bo'lsa kerak bu. To'g'rimi? To'g'ri. Men shunday deb o'yladim, boya videoni boshda ko'rdimmi? Bro, bu nima narsa? Dude, Do'stim, this is just like bu shunchaki exercise wheel or something. mashg'ulot qilayotgan g'ildirak, balki shu yerga kimgadir tegishlidir. Men senga ko'rsataman hozir. Buni sindirib qo'yadi, ha? Zo'r narsa ekan deydi. I'm gonna put a camera in here though. Men kamerani ham shu yerga qo'yib qo'yaman bo'lmasa. Mayli. Yaxshi sindirib qo'yma. Voy, axdi izlari-ku. Dude, Do'stim, bunga qara. dude, what's going on? Nima bo'lyapti? Do'stim, There's a tunnel here. men hadi bu yerda tunnel bo'lsa kerak. Nima? Come on. Davay. Kiraylik. Tashlandi uyda qanaqadir bir tunnel chiqib qoldi. Davay, kiraylik. Yaxshi bo'lar, kelajagi bor. Siram turibdi qilingan stol ustida. Let's go over here. Davay, yerga boramiz.